Bismillahirrohmanirrohim. Hammamiz ona haqida juda ham ko'p she'rlar, qasidalar bitamiz. Onamizni eslab sog'inamiz. Onamizga erkalik qilamiz. Hatto yoshimiz katta bo'lib qolganda ham onamiz peshonamizdan o'pib, qo'zichog'im deb erkalatadi. Lekin otalar bunday qilmaydi. Bu degani azizlar, otangiz sizni yomon ko'radi degani emas. Otaning muhabbati onanikidan kam emas. Lekin ota erkak bo'lganligi uchunmi, oila rahbari bo'lganligi uchunmi yoki bunga odatlanmagani uchunmi bildirmas ekanda. O'zimiz ota bo'lib bildik buni. Farzandimiz uchun mehr emas azizlar, jonimizni berishlikka rozi bo'lgan paytimizda otajonimizni eslaymiz. Otam ham menga shunday mehribon bo'lgan ekanlar-u, lekin payqamagan ekanman deymiz. Aslida ota juda mehribon. Internetda bir maqola o'qib qoldim. Sizlarga ham uni ilindim. Oliygohlardan birida professor, ustoz shogirdlariga ota kim degan savolni tashladi. Javoblar turlicha bo'ldi. Har kimning javobidan o'z otasiga bo'lgan muomalasini bilish mumkin edi. Javoblarning ichida juda chiroylilari ham, juda oddiylari ham bor edi. Lekin ustozning yodida saqlanib qolgan va unga qattiq ta'sir qilgan quyidagi javob ekan. Ota, sen uni tuflisini kiyasan. Ammo tufli katta, oyog'ing esa kichik bo'lgani uchun o'zingni eplay olmay yiqilib tushasan. Sen uni ko'z oynagini taqasan va ko'z oynakni senga ancha katta ekanligini his etasan. Sen undan mashinasining kalitini so'raysan. O'zingni otang o'rnida tasavvur qilib, mashinani boshqarmoqchi bo'lasan. Xayolingga bir narsa kelib, otangga telefon qilasan. U o'z ishi bilan band bo'lsa ham sen bilan gaplashadi. Uyga qaytgach seni bag'riga bosib, mehr bilan quchib, yuz ko'zlaringdan o'padi. Biroq sen bilmaysan, o'sha kuni otang rahbari tanbeh bergan bo'lishi yoki o'zi